100 tadan 500 tagacha. Haqiqatan ham, chunki biz shunaqa uniformalar tikamiz, faqat yakka tartibda liboslar emas, balki yaqindagina Agrobank uchun uniformalar topshirdik. Ushbu chizgan eskizlarim esa All Comfort nomli avtobus kompaniyasi uchun rahbariyatga mana shunaqa eskizlarni chizib topshiryapmiz. Bu yerda esa mening couture yo'nalishidagi eskizlarim o'rin olgan. Bir libos ustida katta daromad qilish mumkin, lekin shunaqa 100 talab, 200 talab, toki 1000 talab libosni olib, bittada yaxshi daromad ham qilish mumkin. Dizaynerlik mana shunaqa degani do'stlar. Oson kasb emas, mehnat, sabr va sifat talab qiladi. Ko'pincha uniformalarni ishlaganimizda mana shunaqa katta kompaniyalar bilan faoliyat yuritamiz va kompaniyalarning talabi shunday bo'ladiki, optimga tikilganda arzonroq tikib bering deyishadi, chunki ular katta partiyada buyurtma berishadi. Endi donalab liboslar tikish ham arzon turmaydi, sababi unga ham katta mehnat talab qilinadi. Shunaqa dizayner bo'lish bu oson emas, juda ham mashaqqatli. Bu ketishda aviakompaniyalarga ham uniformalar tikamiz, chunki o'zi juda ham yaxshi ko'raman styuardessalarning uniformasini. Yaqinda shunaqa buyurtma ham olaman, ko'rasiz. Ana shunda albatta emotsiyalarim bilan bo'lishaman. Kuningiz xayrli bo'lsin. Charchamanglar.